Mana bu spisabatda nimaga turibdi deb o'ylayapsizlarmi? Buni ishi bor. Avvalo, bugungi eng qiyin ishlarimizdan biri shu bo'ldi. Ancha bosh og'riq hamda ancha asab yegan ishlardan biri. Bu mashinamizda havo so'rish kasalligi bilan kelgan, ya'ni bitta silindrga havo so'rib, motorimiz yaxshi ishlamayapti dedi. Uni diagnostika qilib oqtarganimizda ispartili yon tomonidan teshigi bor ekan. Xuddi o'sha yon tomonini mana bolt bilan joy-joyiga qilib ispartili yechib, chiroyli holatda bitirganimizda foydasi bo'lmadi. Ya'ni yana havo so'rdi. Ejektor sanni qo'yildi. Endi qarab turinglar, buni bir ajoyib xususiyati bor ekan, qarab turinglar. Mana ejektor turadigan joy. Ejektor joy kengayib ketdi deb o'ylagan edik. Keyin bilsak, mana bu joyi ham teshilgan ekan, qarab turinglar mana. Xuddi shu joyga mana sim kirib ketdi. Ko'ryapsizlarmi? Kirib chiqyapti mana. Xuddi shu joyda bitta teshigi bor ekan. Bu tomondan mana kirmaydi, chiqayotgan, lekin mana shu joydan mana kirib chiqyapti. Xuddi shu holatda teshigi bor ekan. Ya'ni nima demoqchiman? Anchagina qiynagan ishimiz. Ancha asabim buzdi. Lekin aybi xudo xolasa topildi. Xuddi shu joyda teshigi bor ekan. Endi u joyini ham yamab qo'yamiz. To'g'ri ispartli qo'yib olishimiz mumkin. Faqatgina bu oshiq rasxod hamda vaqt talab bo'lganligi uchun o'zini remont qilmoqchi bo'ldik. Endi iloji yo'q, boshlagan ishimizni oxiriga yetkazishimiz kerak. Xuddi joyini ham endi yamaymizda, xudo xolasa chiroyli holatda bitirib mashinalarni yurgizib beramiz. Kimda shunaqa bema'ni bittasi har xil bema'ni kasalliklar chiqib turadi. Komment yozib qo'yish esdan chiqaradi hamda bu videoni ustalarimizga jo'natib qo'yinglar.